Yakshanba kuni tong texi yo'rimg'anda Majdellik Maryam Hazrati Aysoning yerligiga bordi va o'nkirning og'zidagi toshning elib etilganligini ko'rdi. U yugurgan Petrus Simon Petrus va Hazrati Ayso yaxshi ko'rdigan heliqi shogirdning yeniga kelib, ularga Rabbimizni yerligidan elib etibdi. Qayat qo'yganligini bilmadik, dedi. Petrus bilan heliqi shogird tashqariga chiqib yerlikka qarab yo'l oldi. Ikkilan birga yugurishib mangdi. Lekin heliqi shogird Petrusdan tez yugurib, yerlikka birinchi bo'lib yetib bordi. U yengishib ichiga qarab, kandir kepanning u yerda yeyiqliq tuğanligini ko'rdi. Lekin ichkiriga kirmadi. Kaynidan Simon Petrus yetib kelib, yerlikka kirdi va u yerda yeyiqliq tuğan kepanni ko'rdi. Hazreti Aysoning beshiga chigilgan yog'liqni ko'rdi. Yog'liq kepan bilan bir yerda emas, balki ayrim yerda yugaklik turadi. Ondan yerlikka avval kelgan shogirdmi yerlikning ichiga kirib, ahvolni ko'rib, Hazrati Aysoning tirilganligiga ishondi. Shundaq bo'lsa-mu, ular Hazrati Aysoning o'lib, qayta tirilishi kerakligi haqida muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlarni textcha tushunmagan edi. Shuningdan keyin ikkilan o'zlari turayotgan joyga qaytishdi. Maryam bo'lsa, yerlikning sirda turib yig'lab o'tadi. U yig'lab turib, yerlikning ichiga engishib qarab edi. Oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rdi. Ularning biri Hazrati Aysoning jasadi qo'yilgan yerning bosh tarafida, yana biri oyoq tarafida o'ltiradi. Ular Maryamdan: "Xonim, nemishqa yig'laysiz?" deb so'radi. "Rabbimni elib ketibdi. Uni nega qo'yganligini bilmayapman", dedi Maryam. U shu gapni qilibla kayniga qarab edi, birining u yerda tug'unini ko'rdi. U dal Hazrati Ayso edi. Lekin u Hazrati Ayso ekanligini bilolmadi. "Xonim, nemishqa yig'laysiz? Kimni izdaysiz?" deb so'rdi Hazrati Ayso. Maryam uni bog'van deb o'ylab, "Taqsir, agar uni siz yo'tkavatgan bo'lsangiz, qayerga qo'yganligingizni aytib bergaysiz, men uni elib kelsam", dedi. "Maryam", dedi Hazrati Ayso uningga. Maryam burilibla İbrani tilida "Rabboni" dedi. Bu so'z ustoz degan ma'noda. "Manga esilmang, chunki men texi otamning yeniga qaytib chiqmadim. Berib qarindoshlarimga ayting. Sizlarning otanglar bo'lgan otamning, ya'ni Xudoyinglar bo'lgan Xudoyimning yeniga qaytib chiqaman", dedi Hazrati Ayso. Shuning bilan Majdellik Maryam shogirdlarni yeniga berib ularga "Rabbimizni ko'rdim", dedi. Ondan Hazrati Aysoning o'ziga aytganlarini ularga so'zlab berdi. Shu yakshanba kuni kechda shogirdlar jam bo'lgan yerida Yahudilarning qo'qqanligidan uyning ishlarini taqib edi. Shu paytda Hazrati Ayso ularning orasida paydo bo'lib, o'rtgan holda ularga "Aman bo'linglar", dedi. Va oqdilla qo'llari va biqinini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbini ko'rganidan qin-qiniga patmay xushal bo'lishib ketdi. Hazrati Ayso ularga yana "Aman bo'linglar. Otam meni avatganidek, men sizlarni avatiman", dedi. Bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin ularga
bir püflep Xudoning muqaddas ro'yiga muyassar bo'linglar. Kimning gunohlarini kechirsanglar, uning gunohlari kechirim qilinadi. Kimning gunohlarini kechirim qilsanglar, uning gunohlari kechirim qilinmaydi, dedi. 12 shogirddan biri, ya'ni qo'shkezak deb atilgan Tomas, Hazreti Isa kelganda ularning yinida emas edi. Keyin ular uningga biz Rabbimizni ko'rdik deydi. Lekin Tomas uning qo'llarida mixning izini ko'mgicha, mixlarning iziga o'z barmog'imni va biqiniga o'z qo'limni tekkizib boqmaguncha hargiz ishonmayman, dedi. Bir haftadan keyin shogirdlar yana shu uyda jam bo'lgan bo'lib, Tomasmi ular bilan birga edi. Kichiklar taqoqliq bo'lsa-mu, Hazrati Ayso kirib, ularning orasida turib, "Aman bo'linglar", dedi. Ondan Tomasqa barmog'ingni bu yerga tekkizib, qo'llarimga qara. Qo'lingni uzatib, biqinimga tekkizib baq. Gumon qilmay, menga ishon, dedi. Sen mening Rabbim ham Xudoyimsan, dedi Tomas uningga javoban. Hazrati Ayso uningga, meni ko'rganliging uchun ishondingmi? Ko'rmay turib ishonganlar ne kadar baxtliga, dedi. Hazreti Ayso shogirdlarining oldida bu kitobda yozilmagan boshqa nurg'un mo'jizlarni ko'rsatdi. Bu xotirlar sizlarni Hazreti Aysoning qutqizuvchi Masih, shundaqla Xudoning o'g'li ekanligiga ishonsin, ham bu orqali uningga bog'lanib hayotlikka erishsin deb yozildi.